Birinchi sinfga chiqqan bola nima qila olishi kerak? Diqqatini jamlay olishi kerak, xotirasini ishlata olishi kerak, aktiv bo'lib o'zini ko'rsata olishi kerak, qo'rqmasligi kerak. O'ziga yangi, kutilmagan vaziyatlarda ham dovdirab qolmasdan deymiz-ku, qo'l ko'tarib javob bera olishi kerak. Yodlab kelgan she'rini ko'pincha bolalarimiz og'zini ochib e'tibor berisha olmaydi. Bu biza ko'pincha uyda ularni ko'proq turtkilaganimizdan asos bo'la oladi. 12 yoshdan oshgan bolalarimizda o'zi meni, uni o'zini men xohlayapmanlari katta odamdek ko'rinishda bo'lib shakllanishi boshlaydi. O'rtoqlarini tanlashi, o'shanda referent gruppalar bo'lib olishadi. Ular ko'pincha o'zi alohida oshxonalarga ili qayergadir borib, qanaqadir o'zligini intereslari paydo bo'ladi. Shu narsani ham o'tkazib yubormasligimiz kerak ota-ona sifatida, chunki kontrolda ushlashimiz kerak. Mana men farzandlarim ruscha sinfga chiqadi, qo'shimchalari ruscha, boradigan to'garaklari ham atrofidagilari deyarli rus okrujeniyasi unda. Uyda juda qattiq, lekin xo'jayinlar buni ham yumshoq deydilar. O'zbekcha muhit ushlashga harakat qilaman. Kattalarni hurmat qilish, kichkinalarni hurmat qilish, ada turganda o'rningdan yugurib tur, qo'ldan narsa ol, kelganda salom berish, obuv artib qo'yish, ko'tar, u alinka vattilar uy yig'ishtir. Shunaqa narsalarimiz bizda uyda qattiqroq ushlashga harakat qilaman. Chunki ertaga buni maktab aynitdi, buni ko'cha aynitdi deb bahona qilish o'zimizga oson bo'ladi.